Endi Muhammad aka o'zlari shu 3 yashar edi nevaram, katta nevaram. O'tgan paytlarida ko'rib qolgan mehrlari bir boshqacha katta nevaramni Bilol o'zlari otini o'zlari qo'yganlar. Xudolarimiz hurmat qilib, siz qo'yib bering deb odatda kuyov taraf qo'yadi, lekin bizada o'sha Muhammad aka o'zlari qo'yganlar va o'sha nevaramni beshik to'ysida televizor olib borganlar mana shu nevaramga. Endi u televizorni masalan hozir birov ko'rmasligi mumkin. Eski rusumda qoldi endi o'sha yillarning televizori 97-yillardagi. Lekin o'sha televizorni haligacha asrab-avaylab, o'rab, chirmab olib qo'ygan mana shu nevaram. Bu dadam sovg'a qilganlar menga. Undan keyin she'rlarini, umuman asarlarini, kitoblarini doim yangi chiqqan kitoblari, masalan, yangi nashr etilgan kitoblarni birinchi bo'lib nevaralarimga yozib beraman. Birinchi bo'lib shu bolalar ko'proq shundan xabardor bo'lsin, tushmagan joylari bo'lsa birgalikda muhokama qilishimiz mumkin.